Hop, bugun sizlar bilan Avtomaster.uz Telegram botidan qanaqa qilib foydalanishni ko'rib o'tamiz. Birinchi o'chirda Telegramga kiramiz va Automaster.uz pastki chiziqcha bot deb qidirib olamiz. Hop, birinchi bo'lib bizning botimizga kelib chiqadi. Botga kiramiz. Kirgan holda start tugmasini bosamiz. Hop, bizdan birinchi o'chirda so'raydi, o'zingizga mos bo'lgan tilni tanlang deb. Hop, biz o'zbek tilini tanlaymiz. Sizlar rus tilini tanlasangiz bo'ladi agar sizlarga oson bo'lsa. Hop, til tanlaganimizdan keyin botda bizdan telefon raqamini so'raydi. Telefon raqamini tashlamasak, ya'ni yubormasak, bot ishlamaydi. Shuning uchun telefon raqamini ulashish degan tugmani bosamiz. Hop, telefon nomerimizni yuborilgandan keyin bizdan ism, familiyani kiritishimizni so'raydi. Hop, yozganimizdan keyin bizdan o'zimizning shahrimizni yoki viloyatimizni so'raydi. O'zingizning shu shaharingizni yoki viloyatini tanlaysizlar, biz Toshkentni tanlaymiz. Hop, tanlaganimizdan keyin bizda shunaqa menyu kelib chiqadi. Bu menyuda bizni nima qilsak bo'ladi? Hop, bizda Avtomaster.uzda eshitgan bo'lsanglar 1+1, ya'ni 2% cashback mavzusi ketyapti. Hop, shu bot orqali bo'ladi. Bonus dasturini bosamiz, balansimiz bilan elektron kartamizni chiqib beradi. Elektron kartani bosgan holda bizga QR kod chiqarib beradi. Bu QR kod orqali nima qilamiz? Do'konimizga kelganingizdan keyin u yerda tovar xarid qilmoqchi bo'lsanglar, shu QR kod kartasini sotuvchiga ko'rsatsanglar, buni vaziga kirgizib, xarid qilgan summangizdan 1% cashback olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Ya'ni sizlarda shu botda balans degan joyda paydo bo'ladi. Keyingi safarga xariddan qanchadir qismi shu cashbackdan to'lasanglar bo'ladi. Hop, bundan keyingi menyumizni ko'radigan bo'lsak, bosamiz. Undan keyin biz bilan bog'lanish, ya'ni manzillarimiz bor. Bu tugmani bosganimizda hop, bizga hamma filiallarimizni chiqarib beradi. Hop, mana bosh ofis va showroom, ya'ni bu Toshkentdagi filialimiz, Kol markaz, hop, pochtamiz yozilgan. Undan tashqari mana Toshkent showroomga tegishli Ikrom Abjalovning telefon raqamlari yozilgan. Shu raqamga aloqaga chiqib bog'lansanglar bo'ladi. Hop, Yandex orqali, Google orqali bemalol lokatsiyamizni topib ko'rib olsanglar bo'ladi. Hop, ikkinchi filialimiz Xorazm filiali. Bu yerda ham call center nomerimizni, filial menejeri telefon raqami va ism familiyasi yozilgan. Bu yerda Xorazm filialini ham Google yoki Yandex karta orqali bemalol topsanglar bo'ladi. Uchinchisi Samarqand filialimiz ham bor. Bu yerda ham nomer yozilgan, filial menejeri raqami, ism familiyasi va uni ham lokatsiyalari bor. Keyingi menyumiz hop, murojaat va savollar uchun chat. Hop, buni bosadigan bo'lsak, bizga do'konimizning jirini Telegramini chiqarib beradi. Bu orqali siz bularga yozib, o'zingizga kerakli savollarni berib, javob olsangiz bo'ladi. Keyingisi bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz ham bor. Buni bosgan holda Avtomaster.uz Glavniy Instagram akkaunti, Samarqand akkaunti va Xorazm Instagram akkauntini ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari YouTube kanalimiz ham bor. Podpiska bosib qo'yib, bemalol kuzatib borsanglar bo'ladi. Katalog va narxlarni ko'rish degan menyumiz bor. Buni bossanglar, bizning Avtomaster.uz saytimiz bor. Ya'ni bizning katalogimiz hisoblanadi. Bunga kirib, bemalol tovarimizning narxlari, tovar rasmlari, tovar xarakteristikasini bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Yana bir asosiy narsasi bor. Agarda mabodo ismingiz noto'g'ri kiritilib ketgan bo'lsa, hop, menyu joy bor, ya'ni uning uchun drop chiziqchasini qo'yamiz. Hop, bu yerda change name, ya'ni изменить familiya, imya, отчество. Agar ismingiz noto'g'ri kirgizilgan bo'lsa, shuni bosgan holda isminglarni to'g'rilab olsanglar bo'ladi. O'zgargandan keyin yana shu menyu kelib chiqadi. O'sha sizlarning isminglar o'zgardi. Yana bitta narsasi, shu byurolardan biri, tilini, yana botda tilini o'zgartirsanglar bo'ladi. Change language degan joyni bosgan holda, bu yerda yana ikki xil til kelib chiqadi bizga, russkiy, o'zbekskiy. O'zingizlarga mos o'zbek tili yoki rus tilini tanlasanglar bo'ladi. Botimiz shulardan iborat edi. Shu video qo'llanma orqali bemalol botimizga kirib, ro'yxatdan o'tib ishlatsanglar bo'ladi.